Qadrli hamkasblar, Nasaf Qizilqum uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanining ikkinchi qismiga yuzlanamiz. Unda jamoamiz bosh murabbiyi Ro'ziqul Sa'dullayevich ishtirok etadilar. Ro'ziqul aka, avvalo ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz. Marhamat, o'yin haqida fikrlaringiz. Assalomu alaykum, barchaga tabrik uchun rahmat. Mana barchani muxlislarni bugungi g'alaba bilan muborakbod etamiz. O'yin birinchi bo'limda raqib yaxshi himoyalandi. O'tishimiz ancha qiyin bo'ldi, lekin yigitlarga uqtirdik. Sabr qilib o'sha pozitsion hujumchilarni izlashimiz kerak edi, vaziyatni topishimiz kerak edi. Bunga erishdik. Birinchi golimizdan keyin o'yinimiz ancha ochilib ketdi. Menimcha natija ko'rinib turibdi. Hujumkor o'ynab, ishonchli g'alabaga erishdik. Savollar bo'lsa marhamat. Ziyodulla aka. Rahmat. Mana bugun juda boshqacha narsaga e'tibor berdik. Birinchi, ikkinchi gollar uzoqdan zarbalar, chiroyli gollar bo'ldi. Bu oldinda hech buncha e'tibor bermagan gollarda o'z topshiriqlaringiz yo'q, gollarda imkoniyat kelib qoldi shu an. Bugun shu narsa talab qilinardi. Uzoqdan zarbalar berishimiz kerak edi. Vaziyatlarni bu narsalarni amalga oshirishimiz kerak edi. Yaxshi ham Murodda golda birinchi goldan keyin barchasi o'zgardi. Lekin nafaqat bugun, balki statistikani ko'rib borsanglar, eng ko'p tepadigan darvoza taraf tepadigan jamoa biz bo'lamiz. Shu yo'sinda davom etishimiz kerak, chunki raqib darvozasiga qancha xavf tug'dirib, ko'proq zarba bersang, albatta natijaga erishasan. O'sha uchun yigitlarga ham bu narsani ta'kidladik. Biz kutishimiz kerak edi, sabr qilib o'ynashimiz kerak edi. Shoshilmasdan buni yigitlar amalga oshirishdi. Bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz. Rahmat. Ikkinchi bo'limda maydonga tushdik. Biz Alibekni bilasizlar, asosiy o'yinchilarimizdan biri, ancha jarohat bo'lib, ancha o'ynamadi. Lekin mana shu o'yinlar orqali, mashg'ulotlar orqali uni o'sha yaxshi holatiga keltirish olish maqsadida ozroq o'yinlarga imkoniyat berib boryapmiz. O'ylaymanki, Alibek nafaqat bizda, balki o'sha terma jamoaga ham balki jalb qilinishi mumkin. O'ylaymanki, holati yaxshi bo'lsa, bu narsa amalga oshadi. Namoz. Ro'ziqul aka, Xibay jarohatdan qaytdi, bugun maydonga tushdi, gol urdi, qaytdi, gol penalti. Penalti kim tashabbusi, o'zining tashabbusimi yo siz tomonidan ko'rsatma bo'ldimi? Yo'q, penaltini men bugungi o'yinda o'yin boshida Dragan yoki Husayn amalga oshirishni ta'kidlagan edik, lekin o'zi ishlagani uchun Xibay buni qaror qildi. Bu o'zining qarori bo'ldi. Chunki Xibay qaysidir o'yinda bizda o'sha yig'inda gol ura olmagan edi. Ozgina bizda shubha bor edi gol urishiga, lekin ajoyib tepdi. Bundan juda ham xursandmiz. Akmal bilan nima muhokama qilishdi o'sha? Akmal ham tepmoqchi bo'ldi, ikkalasi kelishib olishdi. Asosiy gol urgani yaxshi bo'ldi. Albatta. Ochilib ketsin. Marhamat, savollar bo'lsa. Xibay bir boshqacha harakat qildi, juda ham shijoatli. Bu o'zini shu asossiz amalda endi ancha o'ynamadi-ku, endi ishtiyoq unda hammadan baland bo'lish kerak hozir. O'ynashni xohlash kerak, jamoaga yordam berishni xohlash kerak. Hujumchi gol urishni xohlash kerak. O'sha uchun bugun hammaga ko'rindi, bizga ham ishtiyoqi baland edi. Lekin penaltidan ko'ra o'sha vaziyatni amalga oshirganda birga bir balki yaxshiroq bo'lardim. Bilmadim, pas bermoqchi bo'ldimi yoki darvozani ustidan tashlamoqchi bo'ldimi? Qarori to'g'ri bo'ldi, lekin o'sha bajarish yaxshi bo'lmadi, ijro yaxshi bo'lmadi. Umar Ishqurov tabrikda xatolar ko'zga tashlalyapti. Oldingi turlarda nima bilan bog'liq bu? Oldingi turda ham ba'zida bo'lyapti, lekin xatosi emas, ko'p yordam beradigan taraflari juda ham ko'p. Umarni bilasizlar, tajribali, sovuqqon. Ba'zida markaziy himoyachilarda bosim bo'lganda xatolar bo'lib turadi, lekin yordami katta bo'ldi. Keyingi namozdan savol beraman. Xorazm bilan bo'lgan o'yinda bugungi tarkib o'sha boshlang'ich tarkib saqlanib qoladimi yo Xorazm uchun alohida tarkib yoki taktik ishlab chiqaradimi? Xorazm bilan bilasizlar, biz Jizzaxda o'ynaymiz. Buni ham aytib o'tish kerak, muxlislarni jalb qilishimiz kerak, ularni yordami bizga ham juda ham kerak. Endi o'sha kunga borib tarkibimizni tanlaymiz, chunki yigitlarning holati
tiklanishiga bu ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Lekin biz qaysi tarkib bo'lishidan qat'iy nazar g'alabani o'ylab maydonga chiqishimiz kerak bo'ladi. O'sha uchun o'sha kuni qaysi o'yinchilar yaxshi holatda tayyor bo'lsa, o'shalarga imkon beramiz. Kattakon rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.